O'zi prezidentda administratsiyasida yoshlarni ongini rivojlantiradigan bizga o'xshagan odamlar kerak, orator odamlar kerak-ku, lekin bilmayman, biz yo'qmiz aytdi. Biz yo'qmiz. Bizga o'xshagan orator odamlar kerak. Sof, sodda tushuntiradigan odamlar kerak. Mana shu videoni ko'rgan aqli bor odam motivatsiya oladi shu narsadan. Tushunib yetadi, vatanparvarlik, bu vatanparvar bo'lmasak dayuz bo'lar ekanmiz degan narsani tushunib yetsin. Tushuninglar, vatanparvar deganda vatanparvar demaslik kerak. U vatanparvar degani quloq degani emas, sotqin degani emas, qo'shinni sotish degani emas, jinoyatchilarni haqida xabar berish degani emas. U stukachlik bo'lar, u mayli. Vatanparvar u boshqa narsa. Vatanparvar chet eldan kelib Ramazon oyida 70 ta musulmonni ichida o'rtada aroq ichib o'tirganingda, "Yo birodar, Ramazonni hurmat qilgin, bizni hurmat qilmasang ham bor, boshqa joyda ich, naroqda ich" deyishlik vatanparvar. Agar biz shunday qila olmasak, ertaga ular uyimizgacha kirib boradi.